Tonirovka uchun berilgan jarima sud qaroriga asosan bekor qilindi. Chunki GAI xodimi tonirovkani tekshiruvchi apparatning ishlash tartibi bilan tanishtirmagan hamda sertifikatini ko'rsatmagan. Demak, Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 36.11-moddasiga asosan GAI xodimi tonirovkani foizini tekshirishdan oldin tonirovkani foizini o'lchovchi apparat, ya'ni taometrning ishlash tartibi bilan tanishtirish lozim hamda haydovchi talab qilsa tonirovka tekshiruvchi apparatning sertifikatini ko'rsatishi lozimligi qayd etilgan. Bundan tashqari, tonirovkaning foizi faqatgina, demak, oynalar quruq va toza holatdagini tekshirish lozim. Ya'ni yomg'irli yoki qorli kunlarda, shuningdek, oynalar chang bo'lgan holatda tonirovkani foizi tekshirish mumkin emas. Demak, ushbu holatlarda sizga rasmiylashtirilgan tonirovka uchun jarima qarorlari sud tomonidan ham bekor qilinishi mumkin. Unutmang, talab qilinmagan huquqlaringiz albatta sizdan o'ch oladi. Rahmat.